Buxorodagi aqlli radarlar va kameralar Buxoro shaharining qaysi manzillarida o'rnatilgan va ular qay turdagi qoidabuzarliklarga jarima yozyapti? Hozirgi kecha kunduzda ishlayaptimi yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingiz uchun bilib olasiz. 2026-yil 25-aprel holatiga barcha radarlar va kameralar Buxoro shahrida o'z faoliyatini olib boryapti. Jondor Stoyanka, Chinarmal, Turon Plaza, avtovokzal, Obilgaga ketadigan yo'lda, Fayzobod masjid oldida, Mega Market chorrahasida, xalq tilidagi Kanechka chorrahasidagi radarlar va kameralar haydovchilarga qay turdagi jarimalarni yozyapti, ko'rib chiqamiz. Xavfsizlik kamari, stop chizig'i, qizilda harakatlanish, 60 km/soat tezlikdan oshirgan haydovchilarga katta jarimalar kelyapti. Qo'l telefondan mana shu chorrahalardan foydalanib o'tsangiz ham katta jarimalarga asos bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib, xuddi mana shu chorrahalardan o'tsangiz, sizga albatta katta miqdorda jarima keladi. Yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Videoni esa har qanday haydovchilarga ulashib qo'ying.